Assalomu alaykum aka-ukalar, quyosh qo'zlari. Hikol quyonlarimiz ko'paygan. Go'sht yo'nalishining chempionlari. Hozirda 25 kun, 28 kunlik bular. Soni 60 ta. Yangi tug'ilganlari bilan. Hozir bunaqa yem yeb qo'ygan 25 kun, 28 kunliklari 30 dan 40 ta chiqadi. Quyonimiz 11 ta tuqqan. Bunisi sherga 8 ta tuqqan. Bunisi 8 ta tuqqan. O, narigisi 13 ta tug'di. Bugun tug'di. Bugun sahar tug'ilganlari 13 ta bular. Mashalloh. Onalari ham yaxshi katta narsa. Qiziqqanlar bo'lsa, lichkaga yozaveramiz, optinga gaplashaveramiz. Yeb ichishlari, pokizaliklari o'ta ideal. Ishtahalari zo'r.